Mamlakatimizda aholi salomatligini muhofaza qilish va noqonuniy dori vositalari aylanmasiga qarshi kurashish masalasiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu yo'nalishda huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan amalga oshirilayotgan tizimli choralar natijasida farmatsevtika sohasidagi jiddiy qonun buzilish holatlari aniqlanmoqda. Xususan, Davlat xavfsizlik xizmatining Toshkent viloyati bo'yicha boshqarmasi va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti xodimlari hamkorligida Parkent tumanidagi Parkent erkin iqtisodiy zonasida joylashgan farmatsevtika mahsulotlari ishlab chiqaruvchi mas'uliyati cheklangan jamiyatda tekshiruv ishlari amalga oshirildi. Natijada korxona omborxonasida 2022-2024 yillarda ishlab chiqarilgan va yaroqlilik muddati tugagan jami 131.640 dona dori vositalari, jumladan 55.840 dona menavazin, 25.000 dona vodorod peroksidi, 50.800 dona etil spirti hamda 28.270.000 donadan ortiq yorliq va etiketkalar saqlanayotganligi aniqlandi. Ma'lum bo'lishicha, yaroqlilik muddati tugagan dori vositalarini 2025-2026 yillarda ishlab chiqarilgan degan ma'lumotlar bilan qayta qadoqlab sotuvga chiqarish rejalashtirilgan. Poytaxtda kuzatilgan holatda esa Farg'ona shahrida yashovchi 1987-yilda tug'ilgan fuqaro to'xtatilib, uning qo'l yuklari belgilangan tartibda ko'zdan kechirilganda O'zbekiston Respublikasi hududiga olib kirilishi taqiqlangan. Taxminiy qiymati 763 million so'mni tashkil etuvchi 19 turdagi jami 6597 dona dori vositalari borligi aniqlandi. Dastlabki surishtiruv jarayonida ushbu shaxs dori vositalarini Hindistondan olib kelib, sotishni o'zining 1984-yilda tug'ilgan tanishi bilan birgalikda amalga oshirishi aniqlanib, uning xonadoni ham ko'zdan kechirildi. Natijada qiymati taxminan 48 million so'mga teng bo'lgan 107 dona dori vositalari borligi ma'lum bo'ldi. Hozirda har ikki holat bo'yicha ashyoviy dalil sifatida olingan dori vositalariga nisbatan ekspertiza tekshiruvi tayinlanib, surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Ta'kidlash joizki, noqonuniy ravishda olib kirilayotgan yoki yashirin tarzda tarqatilayotgan dori vositalari fuqarolar salomatligiga jiddiy xavf tug'diradi. Shu bois aholidan dori vositalarini faqat rasmiy dorixonalardan xarid qilish, ularning kelib chiqishi va sifatiga alohida e'tibor qaratish so'raladi. Shu kabi holatlarga duch kelganda esa Davlat xavfsizlik xizmatining 1520 qisqa raqamiga qo'ng'iroq qilib xabar berishingiz mumkin. Shaxsingizning sir saqlanishi kafolatlanadi.